Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan migrenni qo'zg'atuvchi omillar haqida, ya'ni triggerlar haqida gaplashamiz. Trigger bu migren xurujini qo'zg'atuvchi omil, ya'ni faktor. Triggerlar har xil bo'lishi mumkin odamlarda. Buni biz bir necha guruhga bo'lganmiz. Hozir hammasini sanab o'tamiz va qaysi biri trigger sizda bo'lsa, o'shani kommentariyada yozib ketasiz. Yana eslatib o'taman, trigger bu migren xurujini qo'zg'atuvchi omil. Trigger bu kasallik emas. Bu trigger migren xurujini qo'zg'atuvchi omilga trigger deb ataladi. Birinchisi bu ruhiy va emotsional omillar. Bularga stress, kuchli qo'rquv, xavotir yoki vahima yoki bo'lmasam kuchli charchash kiradi. Bunday holatlarda bemorda kuchli stress olgandan keyin yoki qanaqadir qo'rquv yoki xavotirdan keyin migren xuruji boshlanadi. Bularda o'sha trigger, ya'ni stress hisoblanadi. Ruhiy emotsional omillarga hatto o'ta xursand bo'lib ketish ham kiradi. Ba'zi odamlarda, migren bor odamlarda hatto o'ta xursand bo'lib ketsa ham boshi og'rib qolishi mumkin. Ikkinchi omil bu uxlash bilan bo'lgan omillar. Ya'ni bunga kam uxlash yoki o'ta ko'p uxlash ham kiradi. Ya'ni eng qizig'i shundaki, ko'p uxlash ham bosh og'rig'ini qo'zg'atib yuborishi mumkin. Kam uxlash endi tushunarli. Odam kam uxlasa stress bo'ladi yoki miyasi yaxshi dam olmaydi, og'riq qo'zg'ab ketishi mumkin. Lekin ayrim holatlarda ba'zi bemorlar bugun yakshanba, bugun ko'proq uxlab olaman deb me'yoridan ortiq uxlashsa ham boshda og'riq qo'zishi mumkin. Uchinchisi bu oziq-ovqatlar bilan bog'liq triggerlar. Ya'ni bir ayrim holatlarda bemorlar keladi, doktor, masalan kofe ichsam yoki bo'lmasam pishloq yesam yoki shokolad yesam boshim og'rib qoladi deydi. Ayrim holatlarda sitrus mevalar yoki gazli ichimliklar ichsam boshim og'rib qoladi deb kelib qolishadi bemorlar. Bunday holatlarda trigger sifatida oziq-ovqat ham chiqishi mumkin. Misol uchun, ulardan har xil shokolad, kofe yoki bo'lmasam sir mahsulotlari, yana oziq-ovqatlar triggerlaridan bular spirtli ichimliklar. Spirtli ichimliklar ozgina qabul qanaqa uni bo'lishidan qat'iy nazar, yana bu vino bo'ladimi, shampanskiy bo'ladimi, aroq bo'ladimi, spirtli ichimlik ichishi bilan bemorda og'riq xurujlari qo'zg'aydi. Xudo xohlasa, bu ya'ni oziq-ovqat triggerlari bo'yicha отдельно video olamiz. Ya'ni qaysi narsalar mumkin emas, qaysi narsalar migrenda mumkin, ularni hali yana batafsil shu haqida video olib chiqamiz. To'rtinchi omillar guruhi bu atrof muhit va ob-havo bilan bog'liq bo'lgan triggerlar hisoblanadi. Bularga misol uchun ob-havoning o'zgarishi, ya'ni magnitniy buryalar bo'lishi, o'zi ko'pincha eng ko'p uchraydigan turgan bu ob-havoning o'zgarishi bo'lsa kerak, ya'ni magnitniy buryalar. Bundan tashqari yana bo'lishi mumkin atrof muhitda yana hid, o'tkir hid. Ayrim holatlarda oddiy atirni hidiga, o'tkir atir hidlariga yoki sigaretning hidiga yoki kraskaning hidiga og'rib qolishi yoki bo'lmasam ko'p nima desam, kislorod kam bo'lgan, havo yaxshi aylanmay turgan, dimiqqan joylarda ko'p qolib ketish, hatto issiqda ko'p qolib ketish holatlari, sovuqda ko'p qolib ketish holatlari ham migren xurujini qo'zg'atishi mumkin. Bu ham trigger hisoblanadi. Beshinchi guruh triggerlari bular gormonal holatlar bilan bog'liq bo'lgan holatlar, ya'ni bo'lmasa, ya'ni masalan ayollarda menstrual sikl kelishi, bunda migrenning og'riq xurujlari bir necha barobarga kuchayib ketishi mumkin yoki homiladorlik. Homiladorlikda ikki holat bo'lishi mumkin. Ya'ni homiladorlik migren xurujini o'ta kuchaytirib yuborishi mumkin yoki homilador paytlikda migren umuman bo'lmasligi ham mumkin. U ikki xil ta'sir qiladi. Oltinchi guruh omillar, ya'ni triggerlar, bular dori-darmonlar bilan bog'liq bo'lgan omillar hisoblanadi. Bularga birinchisi kontratseptiv dorilar. Bularni qabul qilganda ham migren bosh og'riqlari qo'zg'ab ketishi mumkin yoki qon tomirini kengaytiruvchi dorilar. Misol uchun nitroglitserin, mana ko'pchilik yurak yorganda nitroglitserin tilini tagiga qo'yadi. O'sha nitroglitserin ham migren og'rig'ini xurujini srazi qo'zg'aydi. Va boshqa ayrim vitaminlarni dozasidan oshiq, ya'ni me'yoridan oshiq ko'p iste'mol qilib yuborish ham migren xurujini qo'zg'atib yuborishi mumkin. Bu именно shu 6-guruh, ya'ni dori-darmonlar bilan migrenda mumkin bo'lmagan dorilarga Instagramimda video chiqarganman. Xohlasangiz pastda ссылка qoldiraman. Instagram profilimda o'sha yerga kirib, o'sha videolarni ko'rishingiz mumkin.
va ro'yxatni o'zingizga yuklab olishingiz ham mumkin. Bu triggerlar hammada har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun kimgadir kofe qo'zg'atuvchi bo'lsa, kimgadir margine bo'ri, kimgadir misol uchun o'tkir atir hidi bo'lsa, kimgadir qaysidir dori vositasi. Migreni bor bemorlar shu triggerlarni o'zlari uchun bilib olishlari shart. Ya'ni odam boshi og'risa o'zi bilib oladi nima qo'zg'atishini va o'sha qo'zg'atuvchi omillardan o'sha bemor yiroq yurishi shart. Kanalimizda kuzatishda davom eting. Hali migren haqida, yana boshqa tur bosh og'riqlari haqida, boshqa nevrologik va neyropsixologik kasalliklar haqida hali ko'p video chiqaramiz, xudo xohlasa.